Boks bo'yicha jahon chempionati hal qiluvchi pallaga kirdi. Bugun o'zbekistonlik 6 nafar bokschi chempionlik uchun jang qiladi. E'tiborlisi, finalda ringga ko'tariladigan barcha hamyurtlarimizning raqibi rossiyalik charm qo'lqop ustalari Hasanboy Do'smatov, Abdumalik Halokov, Javohir Ummataliyev, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, To'rabek Habibullayev va Arman Maxanov o'z vaznida dunyo birinchiligi g'olibi degan faxrli nom uchun jang qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahri mezbonlik qilayotgan boks mundialining final janglari bugun Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da start oladi. Olovli janglarni siz har doimgidek Telegramdagi Bugun Sport kanalida jonli efirda kuzatish imkoniyatiga egasiz. Shu ondayoq profilning yuqori qismi yoki istoriyadagi maxsus havola orqali Telegram sahifamizga o'tib obuna bo'ling va bokschilarimizning chempionlik jangini tomosha qiling.